Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda MyGo tizimidan yashash joyimizdan ma'lumotnomani qanday olishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun bizga mana shu tizim kerak bo'ladi. Demak, ichiga kirib olamiz. Mana bu mening shaxsiy kabinetim. MyGov'dan ro'yxatdan o'tgandim. Demak, mana azizlar, yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Mana shunga kiramiz va xizmatdan foydalanishni bosamiz. Mana azizlar, chiqarib berdi. Bu yerda yuklab olish bor. Shunga kiramiz. Bu joydan mana azizlar, mana shuni bosganda Telegramimizga ko'chirib beradi. Xo'sh, shuni bosamiz. Mana azizlar, bu yerda saqlangan xabarlarga tashlaymiz. Mana endi ochib ko'ramiz. Ustidan bitta bossak, ana bunaqa ilovalar chiqadi. Bu yerdan PDF Reader deganni ustiga bitta bosamiz. Buni ham Play Marketdan yuklab olinglar telefoningizga. PDFlarni ochib beradi bu. Mana azizlar, yashash joyimizni, propiskamizni chiqarib berdi. Endi buni printerimizdan bemalol chiqarib so'ralgan joyga yetkazishimiz mumkin. Bugungi darsimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Xayr, salomat bo'ling.